Mana zapravkamga. Ben bir arendamga. Ha, adasi, topgan pulingiz barakasini bersin. Как раз bugun oyimlarni ko'rishga bormoqchi edim. Hop. Agar ortiqcha pulingiz bo'lsa, 50 ming so'm bersangiz, ko'chani boshidan onamlarga 4 ta issiqqina somsab kirmoqchi edim. Ben ona 8 ming so'm. Voy, adasi, bu yerda ko'p-ku. Qurur somsa bilan kirma onasi. Yoniga bu narsa qo'shib olarsan. Qani, bitta duo qilib qo'y. Siz meni onamlarni siyladingiz, sizni Alloh siylasin adajonisi. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Hadis kelib to'xtadi oldingizga. Tez yetkazib borib qo'yaman aytgan joyingizga. Qoyilli aka, o'z taksismisiz yoki shoirmisiz? Chilonzorga 10 ming aka. Taksis bo'lmasam yo'lingizni so'rarmidim. Chilonzorga 10 ming so'mga yurarmidim. O'tiring ketdi. Ana, yetib keldi aka. Gap yo'q aka. Zeriktirmasdan olib keldingiz. Men 30 ming sizga aka. Siz bilan 10 mingga kelishgan edi. Bitta ko'p-ku.